Asker Najafoliyevning uchdagi chalindi va uchrashuv boshlandi. Paxtakor jamoasi o'yinni boshlab berdi. Bunyodkor esa o'ng tomondagi darvozani egallaydi. Keling, rasmiy mezbonlardan boshlaymiz demoqchi edim. Bunyodkor imkoniyat, Chenedu dastlabki golni urish mumkin. Stefan gol ura olmayapti. Birga bir vaziyat. Mana shunday boshlandi uchrashuv. Mana shunday hujum bilan start olyapti. Birinchi imkoniyat, birinchi o'ta xavfli vaziyat. Lekin Paxtakorning yangi vakili bu sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qila olmadi. Najmiddin Normurodov biroz sovuqqonlik yetishmadi Bunyodkor sardoriga ushbu vaziyatda. Top chiziqni kesib o'tmagan. Alijonov uzatma amalga oshiradi, pas berdi, yerlatib, Hamdamov ortiroqqa qoldirdi. Sobir Xo'jayev ichkariga kirib boryapti. Sobir Xo'jayev o'tib ketdi, uzatma amalga oshirdi. Xo'sh, Chenedu va himoyachi qaytardi. Chenedu yana bir urinish. Menimcha eng kuchli tarkib hozir Neftchida. Oldingi uzatma. Abdusalomov, Toshmirzayev, Bilolxon Toshmirzayev zarba yo'lladi shu yerning o'zidan. Sanjar Quvvatov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Bu umuman boshqa nuqtadan yo'llangan original zarba edi. Noqulay edi. Tavakkal qilib o'tirmadi Quvvatov. Endi markaz ishga tushadi. Qanot o'zgartirilmoqda. Uzun pas. Olimjonov to'pni to'xtatdi. Unga qarshi Nasrullayev. Olimjonov sherigiga yetkazmoqda. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Tursun Muhammadov ortga qaytardi. Olimjonov zarba yo'llandi Plitnyov tomonidan. Sanjar Quvvatov to'pni ikkinchi urinishda egallab oldi. Qoidani buzadigan bo'lsa uzr so'rayapti. Bu esa boyagi vaziyat. Plitnyovga chapaqay bo'lmaganligi uchun biroz moslashishiga to'g'ri keldi Dmitriy. Xato yana bitta. Abdujalilov o'tib ketishdi. Toshmirzayev aldadi, pas bermoqda. Abdusalomovdan zarba. O'ziga yaqin bo'lgan ustunni nishonga oldi Abdusalomov. Sardor Sobir Xo'jayev oldinga pas. Stefan bo'sh hududga ega bo'lmoqda. Anvarov yetib keldi. Anvarov chalg'ib qoldi. Mana bu yerda zarbani ko'ryapsiz, xavfli edi bu. Chenedu Tojiyevning jamoasi ustunlik qilyapti. Zaytullayev esa ko'pincha baribir asabiy holatda kuzatishga majbur, chunki jamoasi hujum tashkil qila olmayapti. Gol do'stlar, hisob ochildi. Bunyodkor jamoasi to'p olib chiqyapti o'z darvozasidan. Doston Hamdamov mavsumdagi 7-golini bosh bilan kiritmoqda. Ikkinchi taymda tezkor gol qabul qilib olishdi. Rezandan uzatma. Rezan o'tgan turda Cheneduga assist amalga oshirgan edi. Bugun esa Hamdamovga to'pni yetkazib bermoqda. Ikkinchi qavatda uni hech kim qo'riqlamadi. Xotirjam tarzda to'pni darvozaga yo'lladi. Aslida mana bu jarima maydonchasi ostonasi juda bir qulay nuqta emas bosh bilan zarba berish uchun. Bu turda bir qator qiziqarli o'yinlar bor. Hozir esa Alijonov oldinga yurmoqda. Flamarion yaxshi pas, xavfli vaziyat, Hamdamovdan dubl. Dostonbek Hamdamov ikkinchi golini urmoqda 51-daqiqada. Va Dostonbek Hamdamov sobiq jamoasiga qarshi o'ynamoqda. Va ikkinchi taym boshlanishi bilan u ikkita golni rasmiylashtirib bo'ldi. Alijonovdan uzatma Flamarionga bo'lgan. Flamarion esa Hamdamovga yetkazdi. Flamarion sal himoya chizig'idan oldinda turgandek ko'rindi. Xo'sh, o'yindan tashqari holat. Mana o'sha chiziq. Amir To'raqulov eng oxirgi vakil bo'lgan ekan Bunyodkor himoya chizig'ida. Olimjonov uzoqdan zarba Sanjar Quvvatovning qo'liga bordi to'p. Mayda paslar davom etyapti Bunyodkor. Normurodov
o'zini sinab ko'radimi? Yo'q, pas berdi. Chalg'ituvchi harakat ekan. Vau, qanday kombinatsiya! Abdusalomov zarba yo'lladi va Quvvatov qaytardi. Qutqardi Quvvatov. Chunki himoyachilarni tog'da qoldirib ketishdi. Mana e'tibor bering. Oraliqdan qanday o'tkazib bergan edi Pletnyov. Quvvatov esa davom etyapti yurish. Sobir Xo'jayev, Akmal zarba yo'llanyapti. Hakimov to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Darvoza tomon zarba yo'llagan edi Akmal Mazgavoy. Zo'r o'ynadi Muhammad Rasul va Hamdamov ilib ketyapti to'pni. Dostonbek Hamdamovga uzatma. Chinedu, menimcha Flamarion xabar bermadi men borman deya. Normurodov. To'lqinbekov qanotga yo'naltirdi to'pni. Bilolxon Toshmirzayev. Va yaxshi uzatma. Xo'sh, Bobomurodov. Qanday qulay vaziyat edi. Bu yerda ko'ra oldi va to'pni aniq yetkaza oldi. Qarang. Shunaqa kesib berdiki, himoyachilar qaytara olmasdi bu to'pni. Faqat jamoadosh ham tayyor bo'lmagan ekan. To'xtataman deb o'yladi. U zarba bermoqchi emasdi. O'zi aytmoqchi bo'lib turgandim. Abdurauf Bo'riyev bor zaxirada. Yarim himoyaga o'zgartirish kiritmadi Tojiyevni ham. Charchoq sezila boshlagandi. Oladigan qanotlarni ishga tushira oladigan kuch yetishmayapti hozir Tojiyevga. Dilshod Saitov tezda bu ishni amalga oshirdi. Flamarion jarima maydoni ichida. Flamarion vaziyat bo'lmoqda va himoyachilar hozir Sardor Rahmonov qutqardi Bunyodkorni. Mana takroriy vaziyat. Saitov juda tez to'pni o'yinga tashladi va Bo'riyev vaqtida to'pdan qutulib Flamarionga berdi to'pni. Va Flamarionni qanday qilib qulay pozitsiyaga olib chiqishganini ko'ryapsiz. Yuqoridan Zaid Tahsinning zarbasi. Chinedu ikkinchi urinish darvozabon egallab oldi. Mana o'sha zarba. Tahsindan ancha baland sakragan. Ustundan qaytdi. Abdujalilov tezda ishga kirishib ketdi keyin. Mana shu yerda ulgurmasligini tushungandi birinchi vaziyatda. Normurodov o'yin boshida va o'yin oxirida mana shunday xato qilmoqda. Bu safar qizil bo'lishi mumkin. So'nggi himoyachi deya sariq berdi Najaf Aliyev. Chunki yaqinda boshqa himoyachi borligi uchun Chinedu to'liq ta'qibdan qochib ketmagan edi. Va balkim hozirdan Kamoliddin Tojiyev shuning uchun ham biroz kuch tejab o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Uchrashuv yakunlandi do'stlar. Bu safargi Toshkent derbisini taqdirini birgina gol hal qilib beryapti.